Uyda qilinadigan kollagenga javob bermayman, lekin bunga 100% javob bera olaman. Nimagaki bu kollagenlarimiz peptidni, tez so'riluvchan, 12 soat ichida o'sha organizmingizda so'rilib, o'z ish faoliyatini boshlab beradi va tarkibi 95% kollagenni o'zidan tashkil topgan peptidni kollagendan. Qulayligi shundaki, bu kollagenlarni любой joyda bo'lganingizda, ko'chada bo'lasizmi, tog'da bo'lasizmi, samolyotda bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar shunda olasiz. Tayyor stikli bo'ladi. 200 ml suvga solib, aralashtirib shunda ichaverasiz. Ta'mi ham juda ham zo'r, olchani ta'mi keladi. Yaqinda ko'zimga blefroplastik qilgan edim. O'sha vrachga borganimda, yoshim zo'ragan, yoshimni aytganimda sразу aytdi-da, sizda ortiqcha umuman teri yo'q ekan dedi. Lekin siz yoshingizda ko'p mijozlarimiz kelishgan edi. Ozgina ortiqcha teri bo'ladi. Nijniy bekani olganda oldirib tashirdi-da, uni ham deyapti. Bo'lsa olib beraman deb aytgandim, lekin sizda nimaga yo'q ekan deb qoyil qoldi. Homiladorlikda yoki emiziklik paytida ichsa bo'ladimi shu kollagenni deb. Albatta kollagenimizni ichsa bo'ladi. Nimagaki homiladorlik paytida ko'pligi juda ham ko'p rastyajga tushadi, terilari quruqlashadi, diskontrakt qilishni boshlaydi. Bu kollagenlarni ichganda terilarni elastik qilib beradi va yumshoq holatda bo'ladi. Bitaz qilib beradi-da. Shuni hisobiga rastyajkalar tushishini oldini oladi va teri unaqa darajada qurib ketmaydi. Shu pachkamiz 10 kunga yetadi. Agar bu kollagenga beauty blendimizni ham qo'shib ichadigan bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq natijaga erishasiz. Buyurtma uchun Directga murojaat qiling.